Diqqat! Shoshilinch xabar! Endilikda prava va pasport ko'tarib yurish shart emas. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, endi pasport va pravani ko'tarib yurish shart emas. Telefoningizdagi rasmiy elektron shakli yetadi. Endi shaxsni tasdiqlovchi va boshqa hujjatlarni elektron shakli ham tan olindi. Ularning qog'oz nusxalari banklarda, batareyalar idoralarda, aeroportlarda, vokzal va boshqa joylarda talab etilmaydi. Bu qonun esa 1-iyuldan kuchga kiradi. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostida like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.